Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşmərini qarşı alırız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2025 yılı 26 yanvar yekşənbə. Hər yekşənbə günü ətdigəndə bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzurunuzda sunub kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizin mavzularına göz yugurtub ötəyli. Xitay aldınғы yıllık irqi qırğınçılıq siyasətlərini xülasildi. İnsan Haklarını Közlük Təşkilatı Xitay Uyğurlarını izcil tutqun qılmaqda mavzuluq dokulat elan qıldı. Avropadakı 5 dövlət TikTok qatarlıq Xitay əbditalları üstüdən əriz sundu. Xitay nüfus krizisiga qarşı məcburi tuğut siyasətini yol qoymaqda. Xalqaralıq təşkilatlar və mühacirətdəki Uyğurlar Taylanddakı Uyğurlar üçün hərəkət qılmaqda. Trump TikTok haqqındakı icraiyyə buyruğuna imza qoydu. Və Uyğur təşkilatları və Tibet təşkilatları Xitayğa qarşı həmkarlıqni küçəytməkdə mavzuluq xəbərlərimiz buldu. Qanundaqda birinci xəbərdən başlap görüb ötəydik. Xitay aldınғы yıllıq irqi qırğınçılıq siyasətlərini xülasiledi. Qadirli görürmənlərimiz, əlbəttə təcavüzçülər hiç qaçan vətənimizdə icra qılıb atqan bir-birindən vəhşi, numussuz, pəskeşləki siyasətlərini hiç qaçan pəseytkini, xalqaranın çünki ola besimidin biraz numus qıb bosumu azıraq bir yeniklətkini yox. Hər günü gündəlik xəbərlərimizdən görüb durvatıslar. Bir-birindən vəhşi, bir-birindən numussuzlaki siyasətlərini, yəni oxşaş, texim və küçəytidiğanlıqıdın bunun küçəytidiğanlıqının şəbisini verib kilovatı da hər bir xəbərlərdə. Bu qətim yenə Xitay 16. yanvar Xitayla Tanrıtağ zuvanı boğan vətənimizdəki Tanrıtağ torunun 16. yanvardakı xəbərdə Xitayla 2024 yıllıq atalmış Cunha Milleti Ortaq Gövdəsi inini müstəhkəmləş terror siyasətini xülaslab bir yılda nemiş qıldıq, bu milletini qandaq azdık, nəgi berib, nədən nəgi gəldik da bunu bir xülaslab etib 2025 yıllıq bunu keyin qılmaqçı bolğan, yəni bunu keyinki siyasətnamı yəni şundaq vəhşilərcə davamlaşıdığanlığının işarətini bəgən bir yığın eçildi nimədə. Əmdə bu 2024 yıldaki yəni bir yıl cəryanında biz qançılığan qətim bu təcavüzçülərin vətənimizdəki vəhşi siyasətlərini ekranlarına elib kelib sizlərə göstərdik, tunuşdurduq. Təcavüzçülər şu bir yıl cəryanında qılğan bütün vəhşilikini maqtab, mədhiyələb, ro'yobga chiqarganlik uchun, çünki ola jinoyatlarni maydonga keltirganlik uchun uni bir maqtab etib, uning keyindidən Məsələn, şu xəbərdə atalmış Uyğur Abdümrayılıq Partiya Komitə Təşviqat bölümü atalmış Cunha Milleti Ortaq Gövdəsi inini müstəhkəmləb, qalib və güclü mücəssəmləb. Yəni, hər daim siləmi anlaşdan zirikib ketken, bizlər həm zirikib ketken, amma bu numussuz təcavüzçülər hiç qaçan bunu milyonluğan qətim təkrarlaşdan, xicilmi bulmağan, numusmu qılmağan, oxşaş səfsətlərimdir. Bir-birindən insanın könlələşdirilən səfsətlərini qaytı təkidləb, yenə şundaq bunun keyinki basqışda şundaq yuqurdakı yenə atalmış Cunha Milleti Ortaq inini bunu kördüyən asasda leksiya söyləş müsabiqəsi, bizning bayramımız, mening altıyım qatarlıq ammavi fəaliyyətlərini yolğa qoyğanlığını və Şərq Türkistan boyunca 4.546.430 başlanğıç məktəb oxuğucusının başqa ölkələr və bevasitə qaraşlıq şəhərlərdəki otur başlanğıç məktəb oxuğucuları bilan qol tutuşub qoşmaqlaşqanlığı və dostlaşqanlığını. Bu numussuzlar da. Xuddi ular berib, ular bilan dostlaşqandak, qoşmaqlaşqandak. Ailələrgəcə hər bir Şərq Türkistan xalqının ailəsigəcə ailədəki hər bir əzanın ayrım Xitaydan dostu buluşu gerek, qoşmaq tuqqan buluşu gerek degan bu pəskəs siyasətini neçə yıllardan buyon yürgüzüb atqanlığını hamımız bilimiz. Bu dərəcədə qarab baxaylı. Bu faqat oxucularının sani bolsa, məsələn, bütün otur başlanğıç məktəb, ailədə ki, çoğlarının ayrım
atalmış qo'shmoq tuqquni var hamda xalqimizning ichida. Mecburi zo'lab shuna qilayotganligini hammamiz bilamiz. Yana Xitoy rejimi assimilyatsiya siyosatini ijro qilish davomida ulgu ko'rsatish o'rnidan 101ni qurganligi 2024-yilda Xitoy bo'yicha atalmış Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti tarbiya bazasidan 14 ta'sis qilganligini tilga olgan. Undan boshqa bu oyning 5-ida ochilgan yig'inda Xitoyning Sharq Turkistondagi 2024-yillik xizmatlari xulosalanish bilan birga 2025-yillik vazifalari o'rinlashtirilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning uzluksiz davomlashadiganligi bu yerda qayta yig'indagi mazmunlarni ko'rib olamiz va mana hammamizga ma'lum bo'lgandek Xitoy hozirgacha butun xalqarodan inson huquqlari tashkilotlaridan her gündügidek Xitoyga bo'layotgan barliq besim, chiqayotgan nurg'un dalil isbotli dokumentlar bunun hammasini butunlay hozirgacha inkor qilib kelyapti Xitoy va ta'tir tashviqot bilan bu jinoyatni oqlash uchun nurg'un qilmagan, qiliq qilmay hozirgacha davomlashtiryapti. Butunlay soxta vaziyat yaratishga urinayotganligini hammamiz bilamiz. Demak, 2025-yilda shu yangi yil kirib hozirgacha nurg'un xabarlarni ko'rib turibsizlar. Yana o'xshash bu zulmning, bu jinoyatning davom qilayotganligiga shohid bo'lyapmiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, inson huquqlarini ko'zitish tashkiloti Xitoy Uyg'urlarni izchil tutqun qilmoqda. Mavzuliq bir dokument e'lon qildi. Buni har yil albatta bu va bundan boshqa nurg'un nupuzliq tashkilotlar Xitoyning jinoyatlari haqida dokument e'lon qilib kelyapti. Bu qatim inson huquqlarini ko'zitish tashkilotining 2024-yillik 1 yillik dokumentida gerçi inson huquqlari jihatdan shu Asiyada nurg'unlagan ijobiy taraqqiyotlar ifodalar ko'rilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoydagi inson huquqlari vaziyati texmi nacharlashganligi tilga olingan bu dokumentda Uyg'urlarning hali ham izchil tutqun qilinayotganligi ta'kidlangan. Nyu-Yorkga joylashgan tashkilot hammamizga ma'lum bo'lgandek 16 yanvar e'lon qilgan 2025-yillik Dunyo kishilik huquq dokumentida ko'rsatilishicha Xitoyda Xi Jinpingning boshchiligidagi bostirish texmi kuchayganligi ta'kidlangan. Dokumentda Xi Jinping davridagi Xitoy 2024-yilda qarama-qarshi yo'nalishga qarab mangan iqtisodning tuvallashi butun dunyo miqyosida iqtisodning tuvallashi butun Xitoy miqyosida bostirishning kuchayishiga sabab bo'lganligi. Yani Xitoyda nurg'un ichki jihatimi Xitoyning ichidami nurg'unlagan masalalarning mavjud ekanligini hammamiz bilamiz. Yani Xitoy buni bu yana besiq tursa bu yerga chiqayotgan Xitoyning ichki nurg'un davolg'ish ichida ekanligini bilamiz. Bu sabablik Xitoyningki butun Xitoy miqyosida bostirishning kuchayayotganligi. 100 minglagan Uyg'urning turmaga tashilishidan tortib Hong Kongdagi fuqaroviy erkinlikning cheklanishigacha bo'lgan ahvollar buning tipik misoli ekanligi bu dokumentda tafsiliy holatda tilga olingan. Dokument yana Xitoy iqtisodining kuchi ojizlashishi bilan birga Xi Jinping o'ziga qarshi fikirdagilarga bo'lgan bostirishni texmi kuchaytirganligi, iqtisodshunoslar, san'atkorlar va jamiyat yetakchilarining xohlagancha qo'lga elish, ya'ni Xitoyning ichidagi hatto Xitoy millatidan bo'lgan, ya'ni o'zining millatidagi shu har qaysi sohalardagi ko'zga ko'ringan bularni xohlagancha qo'lga oladigan, xohlagancha bularga besim bishiltirgan bu hadislarning ko'payganligi davom qilayotganligi tilga olingan. Dokument yana chet el hukumatlarining Xitoydagi inson huquqlari xotirasining davomli nacharlashayotganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyga bevosita taqobil turishdan o'zini qochirayotganligi ham tilga olinib, bu chuqur diqqat qilinishi kerak bo'lgan masala. Faqat bir qaysi davlatlar o'zlarining iqtisodiy bu manfaati deb bu Xitoydagi mavjud davomlashayotgan, kundan kunga ig'irlashayotgan bu jinoyatlarga, bu bostirishlarga ko'z yumish xatarlik masala ekanligi tilga olingan. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Yevropadagi 5 davlat TikTok qatorliq Xitoy aptitalari ustidan ariz sundi. Har hafta degidek TikTokning xabarini anglaydigan bo'lib ketdinglar. Bu Xitoyninki mana shundoq dunyoga yamragan nima deymiz, buni qanday sifatlasak bo'ldi bu. Faqatlam bir boshqa xalqarodagi bir ijtimoiy uchur vositasidan xalqib bu yerda nurg'un davlatlarningki, bu musulmon davlatlarningki axloqini buzish, yani eng
Onun içindeki paskinçiliklarni hamda bevosita biz ishlatmagandan anglash biz ko'p anglaymiz hamda shu har qaysi davlatlarninki til qilayotgan narsani. Bir-biridan shu davlatninki axloqini yosh o'smirlarninki axloqiy jihatdan buzilishiga sabab bo'lganligi uchun nurg'un davlatlar orqa-orqadan cheklayotdi. Va boshqa g'arb davlatlari bo'lsa, faqatlam axloqiy jihatdan emas, bu yerda faqat u davlatlardagi bu appni ishlatgan kishilarninki nurg'un uchurlarning Xitoyga ketayotganligidan iborat sanab tugatkusiz yo'lsizliklari o'ttirg'a chiqqachqa buning o'xshash orqa-orqadan nurg'un cheklamalarga uchrayotdi hamda. Bu qatim Yevropadagi 5 davlat TikTok qatorliq Xitoyning 6 app detali ustidan ariz sungan bo'lib, bu applar shaxsiy ma'lumotlarni Xitoyga qonunsiz yo'llash bilan ayblangan. Fransiya xalqaro radiosida berildi bu xabar 17 yanvarda. Yevropadagi 5 davlatning ishlatuvchilari TikTok qatorliq Xitoyning 6 app detali ustidan 6 turlik ariz sungan. Bu applar Yevropa ishlatuvchilarining ma'lumotlarini yuqoridagidek Xitoyga qonunsiz yo'llash qilmishi bilan ayblangan. Bu qatimqi da'vo ba'zi shaxslar tomonidan o'tirib qo'yilgan bo'lib, mazkur ishlatuvchilar Avstriyaning Viyana shahriga joylashgan hukumatsiz tashkilot NOIB orqali har qaysi davlatlarning ma'lumot qo'g'dash organlariga ariz sungan. Da'vo TikTok va Xiaomi bo'lsa Gretsiyada ariz sunilgan buning qarashi. Sheinga Italiyada ariz sunilgan. To'rda savdo qilgan AliExpress'ninki Belgiyada uning ustidan ariz sunilgan. Temu bo'lsa Avstriyada. Shundaqla ijtimoiy aloqa quroli bo'lgan WeChat Gollandiyada ariz bu app detallar haqida ariz sunilganda NOIB'ning bayon qilishicha Yevropa ittifoqining qonuni nihoyatda aniq bu masalada deb NOIB buni bayon qilgan. Ya'ni sonliq ma'lumotlar faqat nishon davlat sonliq ma'lumotlarining qo'g'dilishiga ziyon yetkazmaslikni kapolatga ega qilgan shart ostida ondan Yevropa ittifoqidan sirtqi yo'llansa bo'ldi degan Yevropa ittifoqining bu qonuni aniq. Ammo Xitoy tajovuzchilari bo'lsa, bundan ilgarigi boshqa davlatlarda hamma odam bilib ketgan masala. Asla bu qoidalarga, bu shartlarga amal qiladigan buningga ma'qul deydigan Xitoy emas-ki bu. Shuning uchun bu davlatlarda ariz qilingan. Növbətdə Xitayning app detalları bütün dunyoga təhdid edib kelayotgan bir sharoiti bo'lib, sonliq ma'lumotlarni Xitoyga yetkazish, jamoat fikriga ta'sir ko'rsatish, nazorat qilish, majburiy emgakka chetilish, masalan, yuqoridagi Temu, Shein qatorliq shu savdo, AliExpress bo'lsin. Bu applar orqali, bu applarda buning ichida sotilayotgan mallarning Uyg'ur majburiy emgakka ketilganligidan iborat sanoqsiz xabarlarni ekranlar sunduq zaten hammalar ma'lum bo'lgandek. Demak, shunda nurg'un jinoyatlarga chetilganligi uchun bu orqa-orqadan TikTok masalasi shunda kun tartibida turyapti. Oldimizgi kunlarda albatta texnik ko'p davlatlarning cheklashi kutilyapti bu masalada. Xo'sh, Xitoy nüfus kirisiga qarshi majburiy tug'ut siyosatini yo'l qo'ymoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoyning bu xabarning mavzusi qarasaqlam Xitoyning qanchalik pastkash, numussiz bir tajovuzchilar ekanligini hozirgacha bu Xitoyning chaparmallari, Xitoyning shu atalmish bizning vatanda xalqimiz ko'p ko'rib, uning zulmini yetkishi tatdiqo demiş. Hozirgacha ham ijtimoiy uchur vositalarida xalqimizning o'ylariga shu planliq tug'utninki lalmalari, o'y ashu lalma itdek marab yurganligini ijtimoiy uchur vositalardagi vatanimizda yangi chiqqan ko'rinishlardan ko'ryapmiz. Vatanimizda bu jinoyatlar yana davom qilyapti, ammo bu numussiz Xitoylar o'zining butun Xitoy o'lkalarida, shahar yezilarida Xitoylar to'yib ketayotgan bir vaziyat. Xuddi vatanimizda tug'maysan deb lalmadek o'y kirayotgan, ammo Xitoyning bu o'lkalarda, Xitoy shaharlarida dal aksicha tug'san bo'ldi deb o'y kirib yurib, Xitoy xalqini bezor qilib, ijtimoiy uchur vositalarida bu nima ko'zimiz kirib olsan deb deyotgan bir vaziyat shakllanyapti. Ammo hozirgacha ko'rib baqdinglarmi? Xitoyning vatanimizga nurg'un to'rbatlarda hozirgacha bir Uyg'ur tilida yoki xalqimizning o'ylari kirib, endi tug'inglar degan bir xabarni hozirgacha ko'rib baqdinglarmi? Hech qanday xabar topolmaysizlar. Ammo xalqiga buni zo'rlayotdi. Uyg'ur xalqini tüp yıldızdan qurtib etishga tirishayotgan bu numussizlar hali ham
Yaqında da neçe ictimai fikir vasıtası vatandan çıkan şu sınırlıq görünüşlerini gördüm. Hele hem planlıq doğutunun lalmeleri öy çökülüp yürüdü. Bu derecede numussuzlukta yemdi bu. Oylap bakaydı. Yerim əsir rahimsizlerce bu siyasetin yürütülen numussuzluğa hem de özünün halkı gibi de mecburi tuğut siyasetini yolu koyuvatqanlığı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 17 yanvardaki haberi bu. Şu ayallarını tuğutqı rıgbetlendiriş için tuğut yeşideki kişilerge her xil besim işletişke başlığanlıqını. Xitay virusu vabası başlanğandan buyan Xitay şehirlerinin hemme koçularındaki ahali komitetleri ve Xitay Kompartiyasının fidai hizmetçileri nüfus köpeytiş için öy ayılınıp yürügenliki ular qızıl belge taqab, ayal qızlarına şəxsi huquqı daxil qılıb, ularını atalmış vətənpərvərlik məcburiyyəti deb atalğan tuğut məcburiyyətini ada qilishqa zorluğanlığı bu xəbərdə berilgan. Öyle bakaydı. Tek yakında müşahaptı görgen videoda ayalı ve acırışıp ketken bir adamın uyuya vatanımızda kaç kadımı bir yerde. Aşağıya bir planlıq doğudunun lalmısın birisi ki men tuğu bitem diken me ya dep kalkışıp gitti. Bu planlıq doğud kadımın neymiş var bu yerde. Başka şuyla kilken devamlı o şu kadırla yezdi ki öy kırdıgan lalmala. Şunun için de planlıq doğudun. Bu planlıq doğudunun adamın neymiş var bir yerde. Men ekşi men tuğu bitem dem ya dep aşağıda kalkışıp gap quvvatı dolağı. Hazırgıçı vatanımızdaki halkımız tatip atkan facia bu. Ama Xitay'nınki ülkelerde, şehirlerde qarab bakaylı. Xi Jinping davrida planlıq tuğut siyasi bekar kılınğan bulup 2016 yılı yeni tuğutqa rıgbetlendiriş siyasetini yolu koygan. 21. asırdaki tuğuluş nispetinin ciddi tövellişigi taqabıldır üçün Xitay rejimi ilgirki yerim asırgacha devam kılgan bu qattiq tuğut çekleş siyasetini özgertip ailelerinin tanlışıga zor təsir körüsüşki urunğan. Nüfus qeyriş kirisi var. Hem ilgirki bu siyaset tüpeyli Xitaylar tallap fakat oğlum bolsun dep bir lambalı soğan diken bilimiz gamda vətəndə yaşap qalırmızın hammasi. Kızlarının ciddi derecede azayıp getişi hem qeyrip ketken nüfus sebeplik köpeymeyen diken bu aldığımızdaki yıllardaki faciani tahmin kılıp Xitay hazır bir yerde bunu derhal özgertiş üçün öy kirvagan diken bu köp ballık buluşunu xalamaydigan bolup ketken Xitayning bilgen yeni nesil çoğun bulup atkan Xitayları bu siyasetke çidimay netiçiligeleri bununki ictimai uçur vasıtı bu besimden zar tuyup ketkenlikini şu ictimai uçur vasıtırda bunu bildirip atkan haberlerini körüp atımız hemdi. Demek bu derecede hemdi 200'lü meçin umutsuzlar bula. Eğer de bütün atalmış Cungo tırnak içidemdi. Bütün bir yerdeki atalmış 56 millet eğer oxşaş gözü qaraydigan bolup qalsa, yani özünün milletinin köpeyişini xalamay, hammasiga ortaq muamele qilashib qolgan bolsa, biz allı-burun bu siyasetning puruq chiqib bo'lguncha bizning vatandagi bütün ko'chko öylerde tug'unli deb xalqimizning kayniga kirib oladi aslida. Ama bu numussiz 200 nimachilar bu vatanda qandaq vayron qilish uchun tirishib atqanligini har bir qiliqidan, har bir siyosatini ko'rib turibmiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, xalqarалық tashkilotlar va muhojiratdagi Uyg'urlar Taylanddagi Uyg'urlar uchun harakat qilmoqda. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta shu o'tgan haftadan biz haftalik xabarda bu vaqtda to'xtaldik. Kunduzgidek hem ijtimoiy uçur vasıtadaki xalqimiz, dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarimiz bu qatimqi Taylanddagi shu avazliq uçurdan keyin hozirgacha to'xtamay nurg'un harakatlar bo'lib o'tdi. Birdan qaytirib o'tish xavfi tugidi deb atgan bo'lsa-mu, yana buningki har xil uçurlar u yoq bu yoqdan kelib turayotganligi uchun andisha ham xalqimiz, muhojiratdagi xalqimiz andish ichida. Hem nurg'un chaqiriqlar, nüfuzluq chaqiriqlar, davlatlar chaqiriqlar Tayland hukumatiga. Tayland hukumati tarafmi qaytarmaymiz deb buni ifodalagan bo'lsa-mu, ama xatar hali ham davom qilyapti. Bu hafta yana o'xshashlar davom qildi bu ishlar. Hem Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari ishxonasi 21 yanvar bayonot e'lon qilib, çünkü bu har qaysi xabarlarda ko'plab berilganligi uchun Tayland hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikni talab qildi.
Bunu elbette gündəlik xəbərimizdə təfsili halətdə bədik. Bayanatda əgər ular qaytırılsa, qattiq qiyin qıstaqı insan qəlbindən çıxan muamiləyə uçraydiganlığı BDT'nin bayanatında tilgə edildi, təkidləndi. Yəni şundaqla bularninki şu Tayland'daki türmedeki Uygurlar'daki şu nəhayət qiyin şəraitlərinin yaxşılanışı, şu davalanış imkaniyeti yaratıb beriş, şundaqla bu məzkur Uygurlar'daki qanuni vəkili və advokatlar bilan BDT orqanlarının uçuruşuğa yol qoyuş, Xitayğa qaytırış planını dərhal toxtuş qatarlıq tələblərini oturub qoyğan BDT'nin dokumentıda. 21 yanvardakı dokument. Oylab baxaylı 11 yıl ötüb ketken bir vəziyyət. Ama hazırgıçı bularning ne advokati, ne kanuni vekilleri BDT'nin ki bular arqılıq, yani BDT'nin şu kişilik hukuk, insan haklarını tekşürüş, şu teşkilatı bilen hazırgıçı alaq kuranmaganda bulardı. Ötken haftadaki haberimiz vardı. Tayland dairələrinin sözü xudda şu ular şunda noç qaravatqandək bir ifadələrini bildirdi. Biz xalqaradakı insan hakları onun bunun qırağay qılımız o bu deb. Hazırgıçı biçare qarindaşlarımız hazırgıça muşunda nüfuzluq təşkilatlar bilan alaqamı quranmagan bir vəziyyətdə. Qaysı insan hakları riayət qıldın ki, sen digis qıldı insandın ki. Demek bu nəhayət bir ciddi bir vəziyyət elbette bu qarindaşlarımızın aşı. Ve elbette bu hafta jarayandım yana dünyanın hər qaysı yerlərindəki xalqımız hem her qaysı dövlətlerde namayişlarını qıldı ve mesela Dünya Uyghur Qurultayı'nınki İcraiya Komitesi reisi Roşar Abbas xanım başçılığındaki heyət şu Tayland'a verip Tayland'dan şu hem Amerika'nın hem Yaponiyanınki şu elçixanalarda bir yerde görüşlerde bolğan. Hem Tayland dairələrində görüşkən, hem axbaratlı Tayland axbaratlarda mı bu 48 Uygur'un meselesini Xitayğa qaytırılmaslığı ularning bundaq tutub turilishinin butunlay qanunsuzluğu, meyli insan hakları olsun. Hem Türkiye'de ma'lum bo'lgan xalqaro shartnoma tashkilotlar birligininki başçılığıda şu günü İslam Ankara'da ziyaret qilib, hem Tayland elçixanası tikiler bilan ko'rishdi. Biz uni o'tgan hafta huzurunla sunduk. Ve Avrupa'daki asasiyetin bütün Amerika'dan tutaylı hamma devletlerde xalqimizmi nurg'un devletlerde namoyishlarni qildi. Parlament a'zolarim Türkiye'de görüştü. Amerika parlament a'zolarim Taylandni qaytarmasga chaqiriq qildi. Har qaysi davlatlarda Amerikadan boshlab Türkiye, Avrupa'daki nurg'un davlatlar, sanab o'slik bir davlatlar var bu yerda. Demek hamma davlatlarda xalqimiz qo'ldan kelgancha Tayland elçixanalarının oldida qaytarmaslik uchun, üçüncü bir davlatga qo'yib berish uchun namoyishlar ötküzüldü her qaysı devletlerde. 23 yanvar Xalqaro Sharq Tashkilotlar Birligi Tayland tutub turilayotgan 48 Uyg'urning xatarlik ahvoli haqida bayonot e'lon qilib, qayta yana bayonot e'lon qildi. Xalqaro jamiyatni bu vaqtda harakatga o'tishga chaqirdi. Demak, vaziyat hali ham nihoyat andisha ichida turibdi xalqimiz. Albatta, o fojianing yuz bermasligi uchun ba'zi masalalarni axborotga hozir chiqarolmaydigan masalalar bor. Türkiye'deki teşkilatlar tarafından ciddi şu qarindoshlarimizni qutqizish uchun yo'l meng'ilyapti. Shuning uchun umid qilaylik, duo qilaylik. Qo'limizdan kelgan barliq tirishchiliklarni ko'rsataylik. İnşallah Rabbim pat fursatda bu qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishga, sog' salomat boshqa bir davlatga yerlashib, o'rinlashishga muyassar bo'lishini umid qilamiz albatta. Hoş, yana bir xabarimiz gelsek, Trump TikTok haqidagi ijroiya buyrug'iga imzo qo'ydi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta 20 yanvar bütün dünyadaki xalqimiz ko'rdi albatta. Trump ikinci qatimliq Aqsarayga ikinci qatim qaytadan qaytib kelib, u yerda qasam berib vazifa topshirib oldi. Ve şu günülam nurg'un narsalarga imzo qo'ydi. Şu imzolarning ichida TikTok meselesi var. TikTok'ның bu appga aloqador cheklamini kechiktirdi. Albatta bu nurg'un xabarlarda ayıplandigan bo'ldi. Ve başka planlar var degan şekilde xabar berilganlar bo'ldi. Çünkü
chiqib bo'g'icha buni cheklindi deb, chunki ilgirki mahkamalar var. Chuqum Amerikaga setishi yoki taqildiganligi cheklandiganligi haqida. Ammo Trump buni shu vazifa qasam berib murosimdan keyin imzo qo'ygan shu imzolarning ichidagi birisida bu abditali haqida yani cheklash qonunni ijro qilishni kechiktiradigan bir ijroiya buyrug'iga imzo qo'ydi Trump. Trump Amerikaning TikTok'ga igdorchilik qilishiga yo'l qo'ydigan, shundaqla uning Xitoydagi ana shirkati ByteDance bilan hamkorlashishni davomlashtirishiga ruxsat qiladigan planni tasdiqlashi mumkinchiligini bildirgan. Bu buyruqda aytilishicha, bevosita cheklashning o'rniga uchur maxfiyatligi masalasini hal qilish uchun 75 kunlik vaqt berilgan. Acaba bu numussiz Xitoylar shuningga amal qiladimi yani? Hech kim buningga ehtimollik bermaydigan deb Xitoyni biz bilganmiz. Ha deb hammani qabul qildim degan bilan bu numussizlarning yana qildiganligini bilamiz qo'ydi. 75 kunlik vaqt berilgan. Trumpning pozitsiyasi 2020 yili ta'kidlagan yani. Aslida 2020 yili Xitoy Trumpning pozitsiyasi bo'lsa, cheklaymiz degan bir pozitsiyasi var. Ammo hozir qutqizishga o'zgardi deb ayıplandı da hamda TikTok'ni bir 75 kunlik muhlat berganligi uchun. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, navbatda Trump hukumatining Xitoy siyosati haqida turli faraz va analizlar o'tirg'a qo'yilyapti hozir. Analizchilar uning vazifaga o'tirgan tunji kunida xalqaroning kutkunidek Xitoyga qarshi qattiq qo'l siyosatlarini o'tirg'a qo'ymaganligini, ammo Xitoyga qarata qattiq maydonining o'zgarmaganligini, bunun keyingi qadamda o'tirg'a chiqishi mumkinligini ham bildirishmoqda. Albatta oldimizgi kunlarda ko'rimiz, yani büyük ihtimalda yani ilgirki saylan mezgildeki so'zlarga qarasak, Trump Xitoyni xili bu 4 yilning ichida xili chichanishtirganligiga ishonamiz hamda. Chunki Amerikaning o'zining manfaatimi Xitoy bilan nurg'un sohada do'qurishib qolgan bir vaziyat var. Bunu o'zgartiman deb va'da berib keldi. Oldimizgi kunlarda texnik tafsili holatda ko'ramiz albatta buni. Xo'sh, Uyg'ur tashkilotlari va Tibet tashkilotlari Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirmoqda. Albatta bu vatanimizdagi vatanimiz uchun qilinayotgan da'voniki texnik keng doirada kengayishini bildirayotgan kundalik xabarimizda kundalik tafsili holatda bularning qilayotgan xizmatlarini beryapmiz. Hindistonda yaqinda Hindiston Uyg'ur jamiyati nomida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligininki shu boshchiligida Hindiston ziyorati, u yerdagi ilgirki ziyoratlar jarayonida qurilgan bir tashkilotni o'z vaqtida berdik. Bu qurilib bilan bu yerdami xuddi ilgari Malayziyadagi Uyg'ur jamiyati u yerdagi tashkilot qurib u yerda harakat qilishga boshlagandek, bu yerdagi Hindistondagi qarindoshlarimiz bu jamiyat qurilgandan keyin u yerda atrofda nihoyatda yaxshi bir faoliyatlarni qilyotdi. Bu qatim Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi Vasim Abdullah boshchiligidagi hay'at Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan 20 yanvar Hindistonning Dharamsalada turishliq Tibet yoshlar qurultiyining muavin raisi Tashi Targiyal bilan ko'rishgan. Hayat ikki taraf yani suhbat jarayonida kun tartibidagi masalalar haqida fikr almashtirgandan keyin Tibet xalqi va Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qarshi kurashlarida hamkorlashish to'g'risida kelishgan. Albatta, dushmanimiz bir Tibetmi qanchalar yillardan men o'xshash bizdan biroz to'van bo'lishi mumkin hamda sirtqi ko'rinishda. To'vanchoqliq emas, lekin Xitoy tajovuzchining Sharq Turkistondagi vahshiyligiga Tibetning nima bo'lmasa butun dunyoda bakrak kun tartib ekanligini bilamiz hamda. Ovozninki yani nurg'un ular haqida filmlarni qo'llayotgan filmlar ishlandi. Yani ularning ovozi biroz yuqori hamda. Lekin hamda Sharq Turkistondagi zulmga selektirlanmaydigan darajada vatanimizning xalqimizning qanday nimalar chekkanligini hammamiz bilamiz. Shunda bo'lsin bu yerda dushman bir, tajovuzchi bir, ishg'oliyatchi bir bo'lganligi uchun bu qurilgan bu jamiyat Hindistondagi bu nihoyatda kuchli bo'lgan Tibetlarninki tashkilotlar bilan
bu yerda birlikte harakat qilish masalasida jiddiy ko'rishlar bo'lyotdi. Hayat yana 21 yanvar Hindistondagi Tibetlarning markazi bo'lgan Dharamsalada Tibet mustaqillik uchun kurash qilayotgan Tibet mustaqilligi o'quvchilar tashkiloti bilan o'quvchilar tashkilotini ziyorat qilgan. Ziyorat jarayonida Tibet va Sharq Turkistonning mustaqillik uchun rayonda davom qilayotgan xizmatlarda hamkorlashish, kuch birligi hosil qilish to'g'risida birdaklik hosil qilgan. Hayat yana 21 yanvar Markaziy Tibet hukumat ishxonasida Nurzin Dolmaxoni bilan ko'rishgan. Suhbat jarayonida ikki taraf xizmatlarini o'zaro tunishtirgan va navbatda Uyg'ur xalqi duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni ta'kidlash bilan birga Sharq Turkiston masalasini uningga tunishtirgan. Bu jarayonda hay'at Nurzin Dolmaxonimni Dehlida o'tkazilmoqchi bo'lgan shu Nurzin xonimligini Sharq Turkiston haqidagi yig'inga taklif qilgan. Ekilmoqchi bo'lgan yig'inda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida texnik ko'p muzokara o'tkazilish orqali xalqaro jamiyatning qo'llashini qo'lga keltirish ko'zlanmoqda. Ya'ni yaqinda Hindiston Uyg'ur jamiyati tarafidan, ya'ni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi himoyasida bir yig'in o'tkazilmoqchi. Bu yig'inda bu mazmunlar tilga olinmoqchi hamda. Hayat 22 yanvar yana Dharamsaladagi Tibet organlari va tashkilotlarini, jumladan Markaziy Tibet ayollar tashkilotini ziyorat qilgan. Bu jarayonda Tibet va Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi, tashkilotlar aro hamkorlik ham birlikda harakat qilish masalalari barliq qilingan ziyoratlarda birdak tilga ilinib, kuch birligi hosil qilish masalasida ko'rishlar davom qilayotganligini huzurlarga sunduq. Kundalik xabarimizda tafsili holatda. Albatta buni da'voyimiz uchun nurg'un ijobiy ishlarningki o'tirg'a chiqishini umid qilamiz. Demak, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat, qadrli ko'ruvchilarimiz. Alloh umr va saatiki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.